agar kimgadir granitsaga kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lsa, arzon narxda mana bizniki benzin, gaz, bunaqa narsalar yo'q. Bez rasxod. Bez rasxod. Mana 0707 nomer, mana 61 nomerlarga telefon qilasizlar. Bir ikkita akalar borki, bizni mashinaga ishonmaydiganlar. Akalar, bu eng nadyojni mashina. Bunga na gaz kerak, na tormoz, na skor, rul, hech nimasi yo'q buni. Deysiz mana yuradi. Ayni qilsangiz to'xtaydi. Tormoz ko'rib turganlaringdek. Akalar opalar, deportim bor. Shuning uchun qo'rqyapman kirdi chiqdi qilishga deb juda ko'pchilik so'raydi. O'ziga ishonmaydiganlar aka opa singillarimiz borda, nima qilay, meni deport qilib qo'ymaydimi? Juda ko'pchilik mendan so'raydi. Akalar opalar, agar o'zlaringga sizlar deport bo'lganmi yo'qmi ishonch hosil qilmasalaring, zapritim borlaringga mana shu nomerlarga WhatsAppga telefon qilasizlar, pasportlaringiz suratini tashlasalaring akalar opalar sizlarga ishonchli tekshirib beradi. Zapritingiz bo'lsa bormang, zapritingiz bor deydi. Yo'q bo'lsa olib borib ishonchli olib kelishadi. Mana shu akalarimizga telefon qilaverasizlar. Biz har doim sizlarning xizmatlaringni mana shunaqangi mashinalarda ko'rib. Akalar qanday borib kelyapsizlar? Zo'r, sharoitlar deb hammasi. Mana ishlayapsizlar. Sizlarda qanday yo'l? Bizda hammasi yaxshi. Bizda hammasi yaxshi, zo'r. Chotkimi? Yaxshi. Sağ pav o'tganmi? Yo'q, sog' emas. Nimaga joyingiz katta ekan, nima ikkita odam bilan ketyapsiz aka?